U qaysi millat, xalq bo'lmasin, boshqa xalqlar bilan totuv hamda hamkorlikda yashasagina yagona qismatli kelajakka yetishadi. Ayniqsa Turon zamin xalqlariga bugungidek birdamlik muhim. Chunki so'nggi asrlardagi geopolitik, millatchi siyosat ularni bir-biridan ayro qilish, uzoqlashtirishga harakat qildi. Bugungi yangi O'zbekiston esa barcha to'siqlarni ochib tashladi va bag'rikenglik, birodarlik siyosati bayroqdori bo'ldi. Qobiljon Cho'ttiboyev va Boqijon Qurbonov aslida bir ariqning ikki tomonida aka-ukadek o'sib ulg'aydilar. Lekin shunday kunlar ham bo'ldiki, o'rtaga sim to'siqlar qo'yildi. Kunda kunora bir-biridan xabar oladigan do'stlarni yillar davomida ikki yoqlama chegara ajratib turdi. Mana endi yana hammasi joyiga qaytdi. To'y-to'ychiq, bayram va tadbirlar bir-birisiz o'tmaydi. Bugun Farg'ona tumanidagi chegara oldi Yuqori Vodil mahallasida Ramazon hayiti bayramiga hozirlik ko'rishmoqda. Mahallaning katta-kichigi yig'ilgan. Unda Yapog'i qishlog'idan bir guruh qirg'iz birodarlar ham ishtirok etishmoqda. Qirg'iz maktabida o'qiganmiz, bitirdik. Hozir mana maktabda ishlab ish yuritib kelamiz. Barcha ulutlar bor, biroq barchamizni do'stimiz zo'r. Teng sharoitlar yaratib berilgan. Bizda ulut ajratishlar yo'q. O'zbek-qirg'iz bir daraxtning yaproqlari kabi ahil-inoq. Bugungi bayramga ham ikki millatning katta-yu kichigi birdek hozirlik ko'rdi. Hunarmandlar tikkan kashtalaridan to kitob ko'rgazmasigacha ko'z-ko'z qildilar. Sport musobaqalari o'tkazildi. Xalqona laparlar aytilib davrani qizitishdi. Chunki ular o'zbek va qirg'iz kechagi zahmatlarini unutishmagan va bugun yaratilgan imkoniyatlardan minnatdor. Ilgari mana shu qo'shni davlatga, Qirg'izistonga qarindosh urug'larimizga bordi keldi ishlari juda ham qiyin bo'lgan. Yaqin u yerdan bizga kelin bo'lib kelgan yoxud bizdan Qirg'izistonga kelin bo'lib borgan qizlarimiz yaqin qarindoshlar, ota-ona, opa-ukalar bir-birini ko'rmas edi. Hattoki to'y ma'rakalarda ham ishtirok etish shunchalik qiyin bo'lib qoldi. Mana muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan oxirgi 5-6-7 yilda oralig'ida oddiy mana shu ID karta bilan biz Qirg'izistonga borib, qarindosh urug'larimizni ko'rib, ularda xursandchiliklariga sherik bo'lib, to'y ma'rakalarida ishtirok etib kelyapmiz. Tadbirda so'zga chiqqanlar bunday dorillamon zamonlar ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi tufayli kelganini alohida ta'kidladilar. Yuqori Vodil mahallasidagi do'stlik bayrami Farg'ona tumanining chegara oldidagi barcha qishloq va mahallalarda davom etmoqda.